الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. Birinchi dars. Din va shariat. Din va shariat nima? Alloh taoloning bandalarga yuborgan hukmlari to'plami. Alloh taolo bandalarga qanday hukmlarni yuborgan? Bandalarga dunyo va oxirat rohatlariga yetishmoqlari uchun to'g'ri yo'l yo'riqlardan iborat hukmlarni yuborgan. U hukmlarda qanday ishlarning bayoni bor? Banda qilishi lozim bo'lgan va qilishi taqiqlangan vazifalarning bayoni bor. Alloh taolo din va shariat hukmlarini bandalarga qaysi yo'l bilan bildiradi? Alloh taolo bandalari ichida eng loyiqlarini payg'ambar etib sayladi va o'sha payg'ambarlarga farishta Jabroil alayhissalom vositasida din hukmlarini o'rgatdi. So'ngra payg'ambarlar bu hukmlarni odamlarga yetkazdilar. Iymon va islom. Iymon nima? Alloh taolodan kelgan haq dinga ishonmoq iymondir. Islom nima? Alloh taolodan kelgan haq dindir. Bu dinga ishonib, shu dinda buyurilgan vazifalarni bajarishga intilish barcha bandalarning burchidir. Bizlar qaysi payg'ambarning ummatlarimiz? Muhammad alayhissalomning ummatlarimiz. Muhammad alayhissalomga kelgan dinga ishonib, o'sha dinda buyurilgan amallarni qilamiz. Unda taqiqlangan amallarni tark etamiz. Alloh taolodan Muhammad alayhissalomga kelgan dinning nomi nima? Islom. Alhamdulillah, biz ushbu dinga e'tiqod qo'ygan mu'min musulmonlardirmiz. Amal. Amal nima? Bandaning hayotda qilgan ishlari. Islomda bandaning amali necha qismga bo'linadi? Hammasi 8 qismga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi vojib, uchinchisi sunnat, to'rtinchisi mustahab, beshinchisi muboh, oltinchisi harom, yettinchisi makruh, sakkizinchisi mustakrah. Ushbu 8 qism amalning ba'zilarini bajarish shart, ba'zilarini bajarmaslik shart. Yana ayrimlarini qilish, qilmaslik ixtiyoriy. Farz qanday amal? Farz Alloh taolo buyurgan amaldir. Uni qilgan kishi savob topadi. Uzrsiz bajarmagan kishi gunohkor bo'ladi. Uning zarurligiga ishonmagan kishi esa kofir va iymonsiz sanaladi. Farz amali qaysi holatlarda ko'rinadi? Alloh taologa iymon keltirish, islom dinidagi 5 vaqt namozni o'qish, Ramazon oyida har kuni roza tutish, zakot berish va haj qilish. Vojib qanday amal? Vojib islom dinida bajarilishi shart bo'lgan amal. Uni bajargan kishi savob oladi. Bajarmaganlar gunohkor bo'ladi. Vojib amaliga ishonmagan kishi kofir va iymonsiz bo'lmasa ham katta gunohga botadi. Qanday amallar vojib amalga kiradi? Vitr namozini o'qish, hayit namozlarini o'qish, sadaqa va fitr berish, qurbonlik so'yish, Qur'ondan sajda oyatlari o'qilgan paytda sajda qilish kabilar. Sunnat qanday amal? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qilgan amallari. Sunnat amalini qilgan kishi savob topadi. Qilmagan kishi gunohkor bo'lmasa-da, qiyomat kuni malomatga qoladi.
payg'ambarimiz shafoatlariga loyiq bo'lmaydi. Sunnat amali nimalarda ko'rinadi? Yaxshi ishlarni Bismillahirrohmanirrohim deb boshlash, mo'min kishilarga salom berish, Qur'on o'qish, A'uzu billahi minash shaytonir-rojim so'zlari bilan boshlash kabi amallardir. Mustahab qanday amal? Mustahab payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ba'zan bajargan va ba'zan bajarishni lozim ko'rmagan amaldir. Uni qilgan kishi savob topadi, ammo qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Qiyomat kuni azob va malomatga ham qolmaydi. Mustahab amaliga qanday yumushlar kiradi? Nafil namoz o'qish va nafil ro'za tutish, nafil sadaqa berish va doim tahoratli yurish kabilar. Muboh qanday amal? Muboh shunday amalki, qilinsa ham, qilinmasa ham durust bo'laveradi. Undan kishi savob ham, gunoh ham topmaydi. Qilish qilmaslik bandaning ixtiyoridadir. Qanaqa amallar mubohga misol bo'ladi? Halol taomlarni yeyish, halol ichimliklarni ichish, o'tirish, turish, yurish va zararsiz so'zlarni so'zlash. Harom qanday amaldir? Harom islom dinida qat'iy taqiqlangan amaldir. Uni qilgan kishi qattiq gunohga botadi. Uni halol deguvchilar kofir va iymonsiz hisoblanadi. Qanday ishlar harom qilingan? Nohaq odam o'ldirish, odamzodga va hayvonotga zulm qilish, g'iybat qilish, o'g'irlik, yolg'onchilik, aroqxo'rlik va zinokorlik kabi ishlar. Makruh qanday amal? Makruh islom dini taqiqlagan amal. Makruhni qilmagan kishi savobga qoladi. Qilgan kishi esa azoblanishi mumkin. Uni qilgan kishi kofir bo'lmasa-da gunohga botadi. Makruh amali nimalarda ko'rinadi? Masjidga tiflash, fahshlarga quloq solish, odobsiz she'rlarni kuylab hofizlik qilish, odamlar ichida masxarabozlik qilish, uyatsiz she'rlarni bitish kabilar makruh amallaridir. Mustakrah qanday amal? Mustakrah shunday amalki, uni qilgandan ko'ra qilmagan yaxshiroqdir. Qilgan kishi gunohkor sanalmasa-da odobsiz bo'ladi. Qiyomatda azobga qolishi mumkin. Mustakrahga qanday amallar kiradi? Taomni katta-katta yeyish, bozorda, ko'chada ovqatlanish, baland ovoz bilan kekirish va hayqirib esnash kabilar. Balog'at va oqillik. Farz, vojib, sunnat amallarini qilish va harom, makruh, mustakrah amallarini qilmaslik kimlarga buyurilgan? Balog'at yoshiga yetgan va aqlini tanigan kishilarga. Balog'at yoshidagilar kimlardir? Kamolatga yetgan kishilardir. Go'daklar balog'at yoshida emaslar. Kimlarni oqil desa bo'ladi? Aqlli kishilarni. Aqli zaif odamlar oqillar hisobiga kirmaydi. Go'daklar va devonalar farz va vojib amallarni ado qilmasalar yoki harom amallardan saqlanishga qodir bo'lmasalar gunohkor bo'ladilarmi? Gunohkor bo'lmaydilar, chunki ular uzrlidirlar. Necha yoshlarda balog'atga yetadilar? O'g'il bolalar erkaklik alomatlari bilinganda, ya'ni 12 yoshlarida, qizlarda qizlik alomati zohir bo'lganida, ya'ni 9 yoshlarida. Mazkur yoshlarda ul alomatlar zohir bo'lmasa, necha yoshda balog'atga yetgan hisoblanadi? 15 yoshlarda. Bolig' va oqil bo'lgandan so'ng har bir kishiga umri oxirgacha shariat buyurgan har bir amalni qilish va man etilganini qilmaslik lozim bo'ladi.